Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Implus do'koniga keldik. Bu yerda yangiliklar bor ekan. O'zlarining batafsil ma'lumotlarni olaveramiz, ko'rib kuzatib boraverasizlar. Assalomu alaykum. Bizda Implus'da zo'r yangilik, omadli mijoz aksiyasini boshlab berdik. Bu nechik bo'ladi? Bizning do'konimizdan bo'lib to'larak kreditda telefon olsangizda sizni adli familiyangiz, nasiya turi, ham shartnoma nomeri, telefonning modeli ham emaykasini olib qolamiz. Dan oyning oxirida, shu noyabrning oxirida siz olgan kreditni biza 100% ni to'lab beramiz. Ya'ni telefon sizga mutlaq qoladi. Telefonlar tozalar deysizmi, ishlanganlar deysizmi, hammasini shu o'yinda qatnashadi, hamda notebooklarimiz ham omadli mijoz aksiyamizda qatnashadi. Kredit olish dasturi nechik bo'ladi endi? Kredit olish uchun bir dona pasportni o'zi yetadi. Pasportni o'zini olib kelasizda, uzoqqa 10 minutda hamma ish bitadi. Shu o'rni o'zida yechirib borib kelib yurish shart emas. Telefon kredit olaman deb turgan do'stlarimiz uchun Implus'da katta imkoniyat. Kreditda ishlaringiz tez bitadi 10 minutda, hamda ana shu telefondan birsi sizlarga mutlaq olishi mumkin. İmkoniyatlarni sinab ko'ringlar do'stlar. Xanqa 3 paxtani ya'ni hemen taklif etaman.